O'rtoqlar, ko'pchilik meni aynan Softondan xalatlarni xarid qilishimda, kiyishimda juda yaxshi bilishadi va ko'pincha savol berishadi, qayerda u. Biz bugun ushbu do'konga tashrif buyurdik, ya'ni Bekbar aka 12-qator hamda 473-do'kon. Kelasiz va tomosha qilasiz. Biz bugun sizlarni obzor qilamiz. Ketdik. Ahamiyat bering, bu yerda aynan birinchi qo'l o'zlarining tekstil fabrikalari bor, o'zlari ishlab chiqarishadi va albatta katta hajmda buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, siz uchun yaxshigina hamyonbop narxda sotishadi. Ahamiyat beringlar, bu yerda sizlar xohlagan hamma ranglar bor va sifati ham bundoq. Ko'pincha kimdir tavsiya qilsa, odatda sifatsiz mollarni ham juda zo'r deb o'tkazib yuborishadi. Boshida o'zim ham ikkilanganman, lekin mana Softon bilan 2 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, haqiqatda materialning kachествosiga gap yo'q. Sababi paxtadan qilingan, ya'ni badaningizga allergiya bermaydi. Xohlaganingizgacha maza qilib kiyasiz. Bu yerda turli rasvetkalari bor va undan tashqari xohlasangiz zamokli variantlari, tugmali variantlari, lozimli variantlari ham bor. Kelasiz, ko'rasiz. Razmerlari esa 46 dan 60 gacha o'rtoqlar. Donaga ham sotiladi, optimga ham sotiladi. Softon.